videoni yozyapti ham. Imенно hozir mana speaking haqida gaplashamiz. Speakingni readingga o'rni katta. Odamlar deylik ba'zi bir o'quvchilarga shu narsani aytsam hayron qoladi, lekin o'zi aslida reading o'zi любой til o'rganadigan bo'lsanglar, o'sha narsani zo'r oshirib beradi. Eng zo'r oshirib beradigan narsa bu reading hisoblanadi. Nimaga? Chunki readinglarni professional deylik IELTSdan 9 katta ehtimol bilan professional yozuvchilar hammasi IELTSdan 9 bemalol ola oladigan odamlar. U odamlar gap tuzayotgan paytda hech qanaqa grammatik xato qilmaydi. Har bitta ishlatayotgan so'zlarni kontekstga zo'r qilib tushirib boradi. Biza ham deylik o'zingizlar yaxshi bilasizlar, grammatikani endi bitirib chiqqan o'quvchilar yoki deylik hali beri 7.5, 8 mo'kdan olmayotgan o'quvchilar baribir deylik grammatikadagi so'z ketma-ketligida vastamnom muammolari bo'ladi. O'sha muammolarni yechish uchun reading rosa ham yordam beradi. O'zi har doim ham misol uchun deylik o'quvchilarning orasida o'zi kitobxon o'quvchilar bo'ladi. O'sha kitobxon o'quvchilarni hamma punktlari zo'r chiqadi. Absolutno, ayniqsa writing, speaking, reading zo'r chiqardi. Endi hozir reading o'qisa bir listening ham oshadi deb quloqqa tepib borgim kelmayapti-yu, lekin bor narsa. Mana shu 3 ta punktni haqiqatda o'stirishda readingga o'rni katta. Endi deylik reading qilayotganda ham qanaqa qilish kerak? Men misol beraman. Xohlasanglar artikl olib o'qishingiz mumkin. Artikl o'qiyotgan paytda uni keyinchalik video formatida tashlab berishim mumkin yoki hozir mana shu slayd tugashiga yaqin qanaqa reading qilish kerakligini bitta ko'rib chiqamiz. Artikl o'qiyotgan paytda maslahat beraman. Har bitta sentence yoki o'qib bo'lgandan keyin har bitta o'qilgan paragrafni o'ziga paraphrasing qilishni maslahat beraman. Mana shu narsa ikkita punktdan zo'r yordam beradi. Endi birinchi navbatda samo собой paraphrasing bo'ladi. Ikkinchi navbatda yangi chiqqan so'zlar bo'lishi mumkin yoki o'zingizda bor so'zlarni praktikada ishlatib ko'rasiz. Xo'p, darajam. Bo'l savollar tashlab qo'yaversanglar, bemalol orasida xudo xolisa обязательно tashlab ketmasdan javob beraman inshaalloh. Endi o'zi aslidagi muammo, speakingdagi muammo qayerdan keladi deydigan bo'lsa, ko'plar deylik grammatikani bilgan holatda ham gapirish qiyin. Bu avvalambor birinchi navbatda uyalganidan keladi. Mana shu odamda, men o'zimda ham shunaqa qo'rquv bor deylik. Ommani oldida gapirayotgan paytda odam xato qilib qo'yishdan qo'rqadi. O'sha narsani yengib o'tishimiz kerak. Keyinchalik bizada masalan so'z boyligi ikki xil bo'ladi. Passive vocabulary bilan active vocabulary degan narsa bor. Mana shu narsani oshirib beradi. Passive vocabulary bu deydi kallada bir 3000 ta so'z bilasizlar. O'zi ko'p odam mashti, ko'plar ko'p so'z biladi. O'shani lekin suhbat darajasida ishlatishga qiynaladi. Bir xayoliga kelmaydi, boshqa qilmaydi. O'sha vaqt o'zida kelmaydi. Mana shu narsalarni deylik artikl o'qib turib, o'sha so'zlarni o'sha kontekstda paraphrase qilayotgan paytingizda zo'r miyaga kiradi. Mana shu narsa haqiqatda men o'zim speakingga tayyorlanayotgan paytimda shu narsani qilganman. Hozir bitta qilib ko'rsataman, xudo xolisa. Qani bu yoqqa olib o'tamiz buni. Ko'ryaptimi, ko'rinmayaptimi? Kecha ko'rinmayapti. Hozir ko'ryaptimi? Ko'ryapti, sodasini olaman. Menimcha bo'l ko'rayotgan bo'lsa bo'ldi. Internet yomon bo'lganda. Misol uchun, parents should make all decisions for their children degan mavzudagi artikl. How parents play a significant role in shaping the lives of their children. So, according to the first line or the first sentence, which means that parents are the ones that shape or play the most crucial or have the biggest impact in shaping their offspring's misol uchun deylik lives. Hozir warm up yo'q, o'shanga baribir deylik kutilgan darajada ideal chiqmaydi. Har bittasini o'qib paraphrase qilib chiqsanglar bo'ladi. Har bitta tochkadan tochkagacha bo'lgan qismini shuni o'quvchilar bilan biz mashq qilamiz. Haqiqatda qilib yurgan o'quvchilarda o'sish bo'ladi, 100dan 100 bo'ladi. O'zimda bo'lgan, chunki
xohlasanglar bitta-bittadan qilish qiyin bo'ladigan bo'lsa maslahat beraman. Bitta paragrafni o'qib o'zinglar uchun shuni parafrez qilib beringlar, o'zinglar uchun. Hech kim bo'lmaydi. Bemalol o'tirib parafrez qilib chiqsanglar bo'ladi har bittasini. Nega bu narsani aytyapman? Masalan, deylik, if parents bilan berilyapti. Mana mamtiga berilgan narsa bu conditional, first conditional bo'ladi. If bilan boshlangan mana bu qismlar ham present simple deb beryapti. Kodda ham compound sentence bo'lyapti. Compound sentence'ni birinchi conditionalni qanaqa berishlarini bemalol hammasini praktika qilsanglar bo'ladi. Odam o'ziga o'zi gapirib o'tirgan paytda kallasiga bunaqa fikrlar kelmaydi. Oddiy sentencelar qilinadi. Gerundiy bilan boshlanadi. Mana bu ham compound sentence bo'lyapti. Hammasini qilsanglar bo'ladi. Mana while transitional so'z bilan boshlanyapti. Hammasini paraphrase qilib chiqish kerak. Mana ultimately deyapti. Ultimatelyni ko'p odam ishlatmaydi. Masalan, ultimately nima degani? Ultimately shu eventually biz finally deb o'rganganmiz. Tilimizni ko'p o'quvchilarda, misol uchun, o'zimda ham shu ishni qilishdan oldin finally degan so'zga o'rgangan bo'lgan. Lekin paraphrase qilishni boshlaganimda mana shu so'zga sekin tilim qotgan meni ham. Shuning uchun har bitta anaqa o'qiladi, paraphrase qilinadi. Endi buni detalliroq qilib bitta отдельный video tayyorlayman inshaalloh. O'shanda ko'rib qilsanglar bo'ladi. O'zim menimcha ko'radigan darajada emas, hamma yaxshi tushunib oldi deb o'ylayman. Nima gap, nima so'zligini. Savollar bo'lmasa, uje yopiraman. Bo'lsa, yana qaytib kelib o'tsa bo'ladi. Xo'p, qani? Endi ikkinchi masala, misol uchun, imенно artikel o'qish shartmi? Yo'q. Agar siz kitobxon odam bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizni darajangizga prям mos tushadigan kitobni olib o'qishni maslahat beraman. Nimaga? O'zin darajasida emas bo'lmasa, kitob yaxshi tushunmaydi, yangi so'zlar chiqadi. Bu natijasida kelgan o'quvchi qiynalib qolishi mumkin. Uni tarjima qiladimi, boshqa qiladimi, ish ko'payib ketadi. Bizning hozirgi readingdan maqsadimiz bu speakingni oshirish. Xuddi shu o'zingizlar darajaliga prям ideal tushadigan kitobni topib turib, o'shani o'qishni maslahat beraman. O'qiyotganda yaxshi tushunasizlar. Undan tashqari keyinchalik deylik, nima demoqchiligim esimdan chiqib qoldi, eng qiziq. O'zingizlar darajaliga mos bo'ladi va baland shu ovozingizdan chiqazib o'qiysizlar. Bu narsa keyinchalik pronunciationni ham oshirib berishga yordam beradi. Xullas, ideal natija bo'ladi, xudo xolisa. Mana bitta do'stimizni dahshat kitoblarni tashabdilar. Rahmat deb qo'yamiz. Olib bemalol o'qisanglar. Harry Potter ham tashabdilar. Xo'p, keyinchalik read out loud bu haqida gapirdik. Nima o'qiydigan bo'lsanglar ham ovozni chiqazib o'qishga harakat qilinglar. Shu narsa haqiqatda bir nima deydi? Pronunciationni o'stirib beradi. O'zingizlarni qanaqa pronounce qilayotganinglarni eshitib tursanglar bo'ladi. Pronunciationga yana o'tamiz, xudo xolisa. Xo'p, keyingisi describing. Mana shu narsani deylik, bundan oldingi temadan oldin qilganman. Describing deganda nima bo'ladi? Xo'p, turibsizlar, ilishib o'tiribsizlar yoki-da maktabdami, ishdami, o'qishdami, hamma har xil joyda bo'ladi, yo'ldami, ketayotgan paytingizda atrof muhitda kim nima qilayotganligini ingliz tilida o'zingizga gapirib ketinglar. Har bitta case'ni describe qilish kerak. Masalan, deylik, kimdir yo'lda taksi to'xtatyapti. Someone outside is, yoki someone on the street is catching a taxi. She is wearing bir narsa deb ketdi. Mana shu narsani describe ko'ringlar. Bu hammasi baribir praktikaga olib boradi, lekin deylik, common case'larni, ko'chadagi vaziyatlarni baribir speaking qilayotgan paytingizda part 2 da ham, part 3 da ham обязательно deylik, mana shu daily case'larni describe qilishga shiri tushadi, обязательно tushadi. Shunaqa holatda именно shu vocabulary'lar, shu describe qilayotgan paytingizda ishlatganinglar va undan tashqari yana nima? Undan tashqari nimaga yordam beradi? Bu holat describe qilishga yordam beradi. Va grammatika vaqti bilan o'sadi. Mana shu menga realni yordam bergan. Bitta qiziq voqeani aytib beraman. Xo'p, men o'zim juda ancha oldin ingliz tilini o'qishni boshlagan paytimda
Bu payt Toshkentda, Chorsida shu uchrashuvlar sentr bo'lardi. O'sha yerda ustozimiz bir debatlar qilib turardilar. Bizda отдельно qanaqadir speakingga bag'ishlangan dars bo'lmasdi. Bizning grammatikamizda umuman speaking qilmasdik. Men yaxshi ko'rardim, uyga telefon bo'lmasdi u payt. Hech qanaqa knopkali telefon ham bo'lmagan o'sha payt 7-sinf paytimda. Uyga ketayotgan paytimda shu avtobusda zerikkanimda hamma ko'chada bo'layotgan narsani o'zimga o'zim ingliz tilida gapirib ketardim. Bu hech kim o'rgatmagan. Qanaqadir odam zerikishni oldini olish uchun qilgan narsa bo'lgan. Keyin 1-2 oy ichida meni ustozim chaqirganda aytgan, "San degan debatda qatnashsang bo'lar ekan. Xullas speakinging zo'r bo'ldi." Mana shunaqa deb o'zi aytgan menga. Endi qanaqa qilib o'stirding deb so'ramagan-ku, lekin o'zim sezganman mana shu narsani qilib yurganimni. Shuning uchun shuni men o'quvchilarga maslahat beraman. Endi avtobus ichida ketayotgan bo'lsanglar, baland ovozda ingliz tilida gapirib ketmanglar, antom ketib qopti deb o'ylash mumkin tashqaridagilar. Hop, uchinchisi long talk deb nomladim. Nimaga? Bitta mavzu haqida uzun gapirish, juda uzoq gapirish. Deylik, bu ikkita tomonlama yordam beradi. Birinchi navbatda bu part 2 da yordam beradi. Ba'zi bir deylik kandidatlarda shunaqa muammo bor, 1 minutdan uzoq gapiradi yoki-da idea tugab qoladi. Shunaqa holatda bitta deylik o'ziga mos keladigan mavzuni olib, o'sha mavzuni 4 minut, 6 minut, 8 minut to'xtamay gapiravish kerak. Kallaga nima kelayotgan bo'lsa, o'sha narsa gapiraveriladi. Har doim esingizda tursin, misol uchun deylik, telefonlarda mana shu speakingni o'stiradigan qanaqadir applicationlar o'stiradigan emas-u, speaking part 1, part 2, part 3 ga tegishli bo'lgan questionnary'lar bo'ladi yoki-da savollarni yig'indisi qilingan xuddaki broshurkaga o'xshagan narsalar bor. O'shalardan любой bitta temani olib uzun gapiraveringlar. Har bitta gapirgan narsangiz katta ehtimol bilan ko'p aylanib chiqsanglar, shu miyada qoladi. Bitta savolga 2-3 marta javob berish bo'ldi, o'sha narsa ideal miyada bir moslashadi. O'sha tema tushib qolishi mumkin. Tushgan temani qayta gapirib berish speakingda bu vashi deylik muvaffaqiyatli bir sirlardan bittasi. Shunga bitta temani olamiz, uzun gapirishga harakat qilamiz. Shu ham speakingga rosa boost qiladi. Sal uzoqroq muddat ichida yaxshigina boost qiladi. Xo'p, buni tushundik menimcha. Endi ikkinchisi bizda shadowing haqida hamma bilsa kerak. Bilmaydiganlar bo'lsa nimaligini qisqacha tushuntirib beraman. Bu Tushuntirib bera qoling ustoz. yozsa kerak. Jana qilsa bitta qayta aytib ketish muammo emas. Shadowingni biz vastamnom nima uchun qilamiz? Ko'plar o'ylaydi faqatgina pronunciation o'stirish uchun qilish kerak deb o'ylashadi. Yo'q, bu narsa faqatgina bunga emas, o'zi in general speaking oshirish uchun yordam beradi. Shadowing qilayotgan paytinglarda mana shu deylik native speakerlar ular ishlatayotgan paytda collocationlar bilan phrasal verblarni juda bir joyida ishlatadi, ideal darajada ishlatadi. Shuning uchun ular native. O'sha narsani sizlarga bir qaysidir o'qituvchi haqiqatda tushuntirib qo'yish qiyin-da, nimani qayerda joylab ishlatish kerakligini. O'sha narsalarni shadowing qilish orqali biz yaxshi tushunib olishimiz mumkin. Shadowing qilishga men deylik kimga qanaqa aksent yoqishiga qarab turib, o'sha aksentni gapiruvchi odamni to'g'ri shug'ullangani yaxshi. Shaxsiy meni fikrim, deylik amerikaliklar, oq tanli amerikaliklarni aksentini olib, o'shani gapirganinglar yaxshi, u oson bo'ladi tushunishga. Examda ham juda katta ehtimol bilan British aksentni o'xshatib beruvchi odamni juda ham kam. Ana gap boru, qosh qo'yaman deb ko'z chiqazib qo'ymagan degan narsa shu yondashayotgan paytda realist bo'lib yondashish kerak. Shuning uchun juda ham ko'plarga men shu American aksentni maslahat beraman. Deylik American accent yoki amerikanskiy angliyskiyda o'zi o'tdagi native speakerlar ham juda oson gapiradi, o'zini qiynab o'tirmaydi. Xuddi shunaqa gapirib berish bilan eng kamida 8 olib chiqsanglar bo'ladi.
xuddi o'sha darajaga chiqib olish nisbatan osonroq. Xo'p, endi unaqa odamlardan qatdan topamiz deydigan bo'lsanglar, o'zi YouTube tarmoqlarida deymizmi, o'sha YouTube'da bemalol shadowing deb yozsanglar bo'ladi. Shadowing deb yozgan paytingizda shadowing uchun moslashtirilgan kanallar tiqilib yotibdi. Yoki shunaqa kanallar ham bor. Bir ikkitasini tashlab qo'yishim mumkin silkasini. Ma'lum bir qanaqadir celebritylar bo'ladi. O'sha celebritylarni gapirgan speechini shundoq qilib tashlab qo'yadi. Haqiqatda bitta celebrityni juda ham ko'p speechlari bo'ladi. 10 ta, 20 ta, 30 ta qilgan joylari bor. Ana o'shani olasizlar, eshitasizlar va orqasidan qaytarasizlar. Shu bilan Xudo xolisa haqiqatda zo'r o'sib ketadi. Shadowing bo'yicha menimcha tushunarli bo'ldi. Xo'p, menimcha practice-da bu hozirgacha sanab o'tgan 3 ta texnikam bu chista speakingni oshirish uchun. Bular hali beri deylik part 1 ga yoki part 2 ga, part 3 ga qanaqa javob berish kerakligi to'g'risidagi javob emas. Bu narsalarni muntazam qilib yurish sizlarni overall speakinglarni oshirib beradi. Haqiqatda Xudo xolisi 100% oshirib beradi. Keyin bitta narsani esingizda tutinglar, sertifikat bo'lgani yaxshi, lekin sertifikatda zo'r baho olib turib, mana bu speaking tabdili bo'lsa, bu narsa qanaqadir o'xshamaydi ochig'ini aytganda. Shunaqa gaplar. Endi ikkinchi masala, biz praktika qilayotgan paytimizda men o'quvchilarga ko'pincha maslahat beraman. Deylik part 1 qilyaptimi, boshqa qilyaptimi, o'zini speechini yozib olish. Eng kamida audioga yozib olish kerak. Audioga yozib olgandan keyin speaking qilayotganda nimagadir shunaqa narsa bor. Writingga qaraganda biz ko'proq xato qilamiz. Haqiqatdan ancha ko'proq writingni o'qisa dinasabr bo'ladi. Men bor internetda tarqagan. Listening, reading, writing hammasi dinozavr bo'ladi. Keyin men bitta speakingni bittasi baqiradi past ovozda. Xuddi o'shanaqa narsa hammamizda bor. Shuning uchun audioga yozib olib turib, o'zimizning speakingimizni qayta eshitishimiz va o'shani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Videoga yozib olsanglar undan ham zo'r. Nimaga? Videoga yozib olgandan keyin odam o'zini suhbat paytidagi mimikalarini, shunga o'xshagan narsalarni ko'rib chiqishi mumkin. Qayerdadir gapirayotganda basharasi qiyshayib ketayotgan bo'lishi mumkin. Yoki-da, deylik, kameraga tushadigan odamlar ham yaxshi bilsa kerak, hayajon bo'ladi. Xuddiki siz speakingga kirganinglardagi hayajon bo'ladi. Shunaqa hayajonlarni yengib o'tishga yordam beradi. Bu ham qanaqadir hammasi plus narsalar. Keyin buni ham hisobga olish kerak. Deylik, mana shu audioga, videoga yozib olish plusi juda deylik o'piror 100% ga yaxshi bo'lib ketadi degan joy yo'q bu yerda. 10-15% ga audioga yozib olish haqiqatda yordam beradi. Qolgan narsalar bo'lsa, ularning foydasi juda ham katta. Endi sekin qanaqa javob berishga o'tsa ham bo'ladi, Xudo xolisa. Mana part 1. Part 1 eng zo'r, masalan, men o'quvchilarga maslahat beraman ko'p holatlarda. Hozirgi CDI-larda bilasizlar, speaking ham main test ham bir kunda bo'ldi. Orada 2 soat, 3 soat farq bilan. Shunaqa bo'lganligi uchun mana shu speakinglarni main exam bilan speaking orasida part 1 ga, faqat part 1 ga tayinlaninglar. Faqatgina part 1 ga tayinlanayotgan paytingizda til zo'r chiqadi. Juda ham zo'r chiqadi. Men o'zim shunaqa qilganman. Faqatgina part 1 ga tayinlanaman, chunki til uje chiqib, deylik qo'pol qo'yayotganda mashina zo'r zavat bo'lgandan keyin farqi yo'q, любой yo'lda yuraveradi. Xuddi shunaqa narsa bor. Shuning uchun part 1 ga ko'p javob beringlar. Inshaalloh o'sha yerda ancha qilsa olasizlar, keyin любой deylik hayolga kelgan fikrni gapirib bera oladigan darajada bo'lasizlar. O'zi part 1 ning vazifasi ham xuddi shunaqa. Examinerlar ham yaxshi biladi. Studentlar ichkariga kirgan paytda qanaqadir hayajon bo'lishini o'sha ice breaking vazifasida speakingdagi part 1 ishlab beradi. Main baho, asosiy baho baribir part 2, part 3 dan keladi. Part 1 ni uncha baholamaydi examinerlar.
Baribir shunda ham qanaqa javob bergan yaxshi. Eng yaxshisi 1-2-1 strategiyasi bu qanaqa bo'ladi? 1-2-1dagi birinchisi bu short answer bo'ladi. Qisqa javob. Ya'ni berilgan savolda o'zi ko'rsanglar shu savollarni yig'indisi bo'lgan broshurkalarda savol turadi, keyin why yoki why not degan joyi bor. O'sha yerda berilgan savolga bitta javob berib olish kerak. Yes I do yoki no I don't. Masalan, do you like reading books bo'lsa, yes I do love it yoki yes I love it yoki yes I like it misol uchun shunga o'xshagan narsa. Ikkinchisi bo'lsa, o'tda birinchi javobga explain qilasizlar. 2 degan joyda nega 2ligini tushuntiraman. Birinchi qismida biz explain qilamiz, ikkinchi qismida shu explanationimizni undan ham clear bo'lishi uchun xohlasanglar example bersanglar bo'ladi. Oxirgi birda bo'lsa, biz u yoqda уже conclusion beramiz. Shunda birinchi partni o'zida yaxshi impression qoldirasizlar examinerda, bu yoqga ham examiner yaxshilab ochilib sizlar bilan maza qilib gaplashib o'tirishi mumkin. Yaxshi gaplashib o'tirishi baribir yaxshi bahoni garov xudo xolisa. Xo'p, part 1 bo'yicha menimcha anaqa qildik. Ya'ni aytib o'tishim kerak bo'lgan narsalar bor. Part 1da qancha javob berish kerak? Bir xil joylarda eshitdim 30 sekund, 40 sekund degan narsa bor ekan. Bu narsa endi 100% noto'g'ri deb shu fikrni bergan odamlarni qoralash niyatim yo'q. Bu qanaqadir logika orqali qilingan, lekin men deylikki 20 sekund, 30 sekund javob berish maslahat bermayman. Biz savolga to'g'ri javob berishimiz kerak. Ko'pincha mana shu 3 ta 4 ta savol borsa 5 ta sentenceda savolga javob berib bo'lsa bo'ladi. Mana shuni takoy salataya seridina qilib ushlab yuringlar. Ikkinchi navbatda part 2da ko'p odam qiynaladi uzoq gapirishga yoki idea topishga. Part 2ni gapira olmay qoldim deydi, boshqa deydi. O'shanga mana shu 5 ta topikka anaqasi bor, shabloni bor. Shuni biz masalan darslarda men o'quvchilarga maslahat beraman. Part 2ga tushganda qiynalmaydi. Endi boshda ozgina qiynalishi mumkin, lekin keyinchalik tez moslashib ketadi darslarda. Part 2da temalar juda ko'p. Masalan, bir xil applicationlar bor. Men shunaqasini ko'rganman. 500 ta 600 ta savollarni ham bor. Rostdan bor shunaqa applicationlar part 2ga. Endi 500 ta 600 ta yoki 50 ta temani ham kallaga sig'dirib olish qiyin. 50 ta fikr bilan kirib ketish qiyin. Plus exam paytida 1 minutgina beradi tayinlab olishga. O'sha 1 minut ichida qanaqadir notanishroq tema bo'lsa, hayotingizda boshingizdan kechirmagan voqealar bo'lsa, gapirish qiyin. Shuning uchun bitta place tanlaysizlar, bitta joy, o'sha joyni ideal qilib gapirishga tayyor qilasizlar. O't qad, nima uchun o't yoqadi, nima bo'ldi o'tda, nimasi esingizda qoldi, nimasi yoqmadi. Mana shu narsa bo'yicha place'ga bitta zo'r tema topasizlar. Place'ga oid hamma partlarga bemalol javob bersanglar bo'ladi. Masalan, aytadi describe the latest yoki the latest place where you have paid a visit deydi, misol uchun yoki bitta local areadagi restoran haqida gapirib bergan deydi. Sizlar shu restoranni olasizlar, misol uchun o'zingizga misol qilib restoranni gapirib berasizlar. Deylik oxirgi borgan davlating deydi esingda qolgan. O'shanga ham ketdi restoran haqida gapirib berasizlar. Qanaqa qilib? Shu boshidagi 1 minutda restoranni spechi tayyorsida 40-45 1 minutlik spech tayyor bo'lsa, o'shangacha bo'lgan qismi 30 sekund bu yog'i, keyin 30 sekund conclusiongacha bo'lgan qismini qanaqa ulashni o'rganib olasiz. Masalan, deylik, aytsanglar bo'ladi, men undan oldingi yil Gruziyaga bordim. Gruziyaga borganimda shunaqa joylarda bo'ldim, u bo'ldi, bu bo'ldi. Lekin meni esimda qolgan joyi shu Gruziyadagi qanaqadir milliy taomlarning restorani meni esimda qoldi. Nimaga unaqa bo'ldi desa, shu restoranda ikkita deylik, o'sha yerdagi customer bir bilan urushib ketib qoldi, boshqa qildi. Undan tashqari ovqati ham zo'r edi. Menga mana shu ikkita sababga ko'ra Gruziyaga bo'lgan meni vizitim juda ham esimda qoldi deb bersanglar bo'ladi. Yoki yana savol o'zgaradi. Masalan, deydi, shunaqa haqiqatda savollar bor. Internetda ko'rib, borgin kelib qolgan joy haqida gapirib bergan. Bo'ldi, yana boshlaysizlar. Misol uchun Tokio deysizlar. Men Tokioni ko'rdim, u qildim, bu qildim. Tokio haqida eshitdim. Mana shu 1 minut ichida o'ylab olish kerak-da. Sizlar tayyor spichligiga nimani qanaqa qilib ulash haqida. Internetda ko'rib qoldim, mana shu veb-saytda
palonchi veb-saytda qiziqib qoldim. Shu eng qiziqqan joyi mana shu deylik Tokioda bitta restoran bor ekan. Mana shu restoran zo'r ekan. Narxlari ham yaxshi ekan, u ekan, bu ekan. Juda ham borgim kelyapti, chunki men o'qigan statyamda o'sha yerda ikkita customer urushib ketgan ekan. Birov bilan. O'sha yerda deylik ovqatlari ham zo'r ekan deb, xuddi shu tayyor speechga ulab turib, keyin yana conclusion qilib olsanglar bo'ladi. Bu narsa personga ham, objektga ham, eventga ham, experiencega ham zo'r tushaveradi. Haqiqatda hammasiga zo'r tushaveradi. Endi shu 5 ta mavzuga cho'tki qilib o'zingizlar yozasizlar. O'zingizlar yozasizlar. ChatGPT ga tayyor narsa qilib ber demaylar. O'zingizlarning experienceinglarni o'zingizlar yozib ChatGPT ga solib, o'shani improve qildirsanglar bo'ladi. Xo'p, improve qildirsanglar bo'ladi. Keyinchalik har bitta place ga misol uchun 10 ta mavzu topinglar. Hammasi har xil topikdan, lekin baribir mana bu topikka core shu ildizi place. Personga 10 ta topinglar, objektga 10 ta. Shuni praktika qilinglar. Bo'ldi, shundan keyin o'sha partikadan xudo xolisa, endi bu yoqga ham practice qilib yuraverasizlar, lekin astamnom muammo o'sha qolmaydi. Shunaqa bugun uzun gapirdimmi, kam gapirdimmi bilmadim. Shu bilan xudo xolisa menimcha savollar bo'lmasa kerak. Nimaga part 3 ni qo'shmadim? Part 3 da qanaqadir javob berish shabloni yo'q. Part 3, part 1 bilasizlar, kattaroq varianti. U yerda biz in detail javob berishimiz kerak. Sababi savollar o'zi shunaqa keladi. U yerda masalan do you like reading books deb kelmaydi. U yerda place haqida bo'ladigan bo'lsa, deylik oxirgi borgan davlating haqida gapirib ber deydi. Undan keyingisi deylik azina shu mana traveling haqida gaplashamiz deb turib aytadi. Shu local tourism O'zbekistonda qanaqa rivojlangan degan savol beradi. U yerda o'zi sal in detail javob berishimiz kerak. Part 3 rivojlantirish shu masalan bitta mavzu bo'yicha 3, 4, 5, 6 minut gapirishdan rivojlanadi. O'zi bundan oldingi sanab o'tirgan hamma narsa overall speaking bilan o'stirganligi uchun part 3 ham o'sib ketaveradi. Speaking qilayotgan paytda bizning asosiy o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa, meni shaxsiy fikrim bu 2 bilan 1. 2 bilan 1 ideal bo'lgandan keyin 3 o'zi avtomatik chiqaveradi. Avtomatik chiqaveradi. Savolni prosta уже warm up qilib bo'lgan bo'lasizlar. Deylik, prosta deylik savolga javob kelib bersa bo'ldi. Xo'p. Shu bilan xudo xolisa deylik speakingni prosta o'stirish bo'yicha feed anaqalar shu. Endi botda qanaqa javob berish kerak degan texnika yoki razborlar yo'q. Yana qayta aytib o'taman. Bu darslarimiz bu texnikalarni ko'rib chiqmaydi. Bizning qilayotgan darslarimizning maqsadi deylik general Englishni qanaqa oshirish kerak? Mana shu 4 ta yo'nalish bo'yicha. Shu kimda